Tayyor patkulich xonadan topib qo'yganman o'rtoqlar. Biz hozir Sergeli tumaniga kelganmiz. Media parkdan taxminan 500 metr kirganinglarda Shodlik mahallasi bo'ladi. 2 sotix maydonga umumiy 310 kvadrat bo'lgan mana shu xonadonimiz sotuvga qo'yilyapti. Xo'p, demak biz hozir kirish darvozaxonasida turibmiz. Avtomatik ochiladigan darvozalar o'rnatib ketilgan. Bemalol mashinalarni joylashtirsanglar bo'ladi. Zelyonniy zonasi, yozgi oshxonalar qoldirib ketilgan. Ana endi sizlar bilan ichkarilarni ko'rib chiqamiz. Videoni oxirigacha ko'rib tursanglar, to'liq ma'lumotlari va oxirida albatta narxini bilib olsanglar bo'ladi. Eshikdan kirganingizda sizlarni mana shunaqangi kenggina hol qismi kutib oladi. Bemalol o'tirib dam olishinglar mumkin. Yerto'laga tushishimiz, ikkinchi qavatga ko'tarilish. Chap tomonda bo'lsa birinchi bo'lib ayollarning sevimli xonasi oshxona bo'ladi. O'rtoqlar, mana shunaqangi mebel texnikalardan foydalanib qo'yishgan. Menimcha har bitta ayolning orzusidagi oshxona bo'lsa kerak. Afsus bo'lishi mumkin emas. Xo'p, bu yoqda birinchi qavatimiz uchun bitta hojatxona tashab ketilgan. Men bu yoqda bo'lsa menga eng yoqqan xonalardan bittasi родительский spalni bo'ldi. Mana shunaqangi mebellardan foydalanib qo'yishgan. O'zini alohida sanuzillari ham ishlab ketilgan-ki, afsus bo'lishi mumkin emas. Juda ham chiroyli qilib ishlab qo'yishibdi. Xo'p, bizda keyingi xonamiz mehmonxona bo'ladi o'rtoqlar. O'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Mana shunaqangi mebellardan foydalanishgan chiroyli lyustralari, orqada ham ozgina joy tashab ketilgan. Quyosh nuri tushib, havo yaxshi aylanishligi uchun gapsiz bo'lishi mumkin emas. To'g'risi men o'zim xursand bo'ldim bu uyga obzor qilayotganimda. Ana endi sizlar bilan yuqori qavatlarni ko'rib chiqamiz. Ikkinchi qavatda umumiy 4 ta xonamiz bor. Zindan chiqqaningizda o'ng tomonda sizlarni birinchi xonamiz kutib oladi. Bu yoqqa xohlasanglar kattalarga, xohlasanglar bolalar uchun xona qilib qo'ysanglar bo'ladi. Lekin bolalar uchun hali xonalarimiz yetarli. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Birinchi bolalar xonasi bo'ladi. Mana shunaqangi mebellardan foydalanib qo'yishgan, juda ham chiroyli qilib ishlab qo'yishibdi. Bu yoqdan chiqqaningizda bu yerda balkonimiz ham bor. Balkondan bemalol hovlini tomosha qilsanglar bo'ladi. Bu yoqda yana bitta bolalar xonasi. Bir nechta farzandinglar bo'lsa, bir-biri bilan urushib qolmaydi. O'g'il bolalarga, qizlarga alohida xona qilib qo'ysanglar bo'ladi. Men bu yoqda bo'lsa, ikkinchi qavatimizda umumiy sanuzilimiz bor. Kattagina keng qilib ishlab qo'yishgan va bizda oxirgi xonamiz bu yoqda o'zimiz sanuzili bo'ladi. Родительский spalnimiz o'rtoqlar, o'zingizlar ko'rib baho berib qo'yasizlar. Mana shunaqangi mebellardan foydalanib qo'yishgan avtorskiy proyekt asosida did bilan qilingani shundoqqina sezilib turibdi. Hammamizga nasib qilsin. Videoni shu joyda yakunlaymiz o'rtoqlar. Uyga ko'ryapsizlar, o'zingizlar bitta baho berib qo'ying. Yana bir marta eslatib o'taman, Sergeli tumaniga kelganmiz. Shodlik mahallasi 2 sotix maydonga tushgan tayyor patkulich xonadonni sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqdik. Mana shu ko'rayotgan xonadoningizga 265 ming dollar so'rashyapti. Tepasiga kelsanglar, yana ham kelishiladigan joylari bo'ladi. Egalarning raqamini qoldiraman. To'g'ridan to'g'ri murojaat qilaverasizlar. Sizlar bilan Uy ko'rdik kanali bizdan uzoqlashmaydi.